Homiladorlikda samolyotda uchish mumkinmi? Agar sizda qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, homiladorlikda samolyotda uchish mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng zo'r tavsiyamni videoni oxirida aytib o'taman. Homiladorlikni ilk davrlaridan boshlab to 28 haftagacha bemalol uchsangiz bo'ladi, agar homiladorlik asoratsiz bo'lsa. 28 haftadan 32 haftagacha albatta vrach ko'rsatmalari asosida. 32 haftadan 36 haftagacha aviakompaniya ruxsati bilan bemalol samolyotda uchsangiz bo'ladi. Qachon qarshi ko'rsatmalar bo'ladi? Qachonki bachadondan qon ketish kuzatilsa, yo'ldosh pastda joylashgan bo'lsa, homilador ayolning qon bosimi baland bo'lsa va unda varikoz kasalliklari bo'lsa, bu qarshi ko'rsatmalar hisoblanadi. Agar sizda shunday belgilar bo'lmasa, bemalol uchishingiz mumkin. Eng asosiy tavsiyam, safar qilayotgan davlatingizga albatta tibbiy sug'urta olish esingizdan chiqmasin. Bu videoni yaqinda safarga chiqmoqchi bo'lgan homiladorlarga yuborib qo'ying.